Assalomu alaykum, hello world hammaga. Bu men Farruh Bekchoriyev va 2 yillik tanaffusdan keyin yana YouTube'ga kontent qilishga qaror qildim. Bu 2 yil ichida 2 marta ish joyimni o'zgartirdim. Bilasizlar, yangi ish joyida yana yangi jamoaga ko'nikish, yangi ishlar ozgina vaqt va fokus talab qiladi va shuning uchun YouTube'ga kontent qilishga yoki boshqa qanaqadir videolar olishga to'g'risi xunt ham bo'lmadi. Mana endi ozgina vaqt va xohish bo'lganda tezda video olishga qaror qildim. Bu galgi kontentimiz oldingilardan farqli ravishda ozgina entertainment, ya'ni qiziqarliroq, yengilroq mavzuda bo'lishiga qaror qildim. Memlar to'g'risida. Ya'ni bilasizlar, hozir memlar o'zini pik darajasiga chiqqan, san'at darajasiga olib chiqishgan memlarni juda ham qiziqarli, juda ma'noli va shu memlar orasida alohida kategoriyalar bor o'zini memlarni va shunda IT memlar alohida o'zi kategoriyasi bor. Bu mana masalan siz Instagram yoki TikTok, YouTube Shorts ko'rib o'tirganingizda qanaqadir IT memlar chiqib qoladida, qanaqadir kodlar, qanaqadir so'zlar bo'ladida, hech narsaga tushunmaysiz, lekin boshqalar tom like bosib tashlagan bo'ladida. Nima uchun? Chunki oddiy odam IT memlarni ozgina tushunish qiyinroq, chunki o'zini so'zlari bor, o'zini coding tarafdan komandalari bor. O'sha komandalar bilan tanish bo'lmagan odamga u tushunarsiz, u mem. Shunchaki tushunarsiz. Men bugun maqsadim mana shunaqa memlarni, ya'ni IT memlarni hammaga tushuntirib berish. Bitta ko'rganingizda tushunmaydigan memingizni hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. 2 yildan beri kontent qilmaganga to'g'risi gapirish ham esimdan chiqib ketib qolibdi. Mayli. Xo'p, unda boshladik. Men o'zimga bir qancha memlarni yig'ib qo'ydim. O'sha memlarni hozir ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi memimiz da, вот. Bu memda nima deyapti? Ya'ni kecha soat 1 va dasturchi zadachani yopganda, ya'ni o'ziga biriktirilgan vazifani bajarganda, vazifa bajarish jarayonida testoviy данныйlar kiritiladi, ya'ni test ma'lumotlar kiritiladi bazaga. Va u ko'pincha dev server va prod server degan narsalar bo'ladi. Ikkita server bo'ladi ko'pincha. Mana masalan prod server bu sizlar foydalanuvchilar ishlatayotgan server hisoblanadi. Dev server faqat dasturchilar ichkarida ishlatadi. Test uchun, boshqa uchun birinchi devga chiqariladi, yaxshilab testlanadi, keyin dev serverdan prod server, ya'ni productionga chiqarib yuboriladi va u yoqda уже realniy, haqqoniy данныйlar, ya'ni ma'lumotlar bilan ketadi. Endi bu aytayaptiki, hozir zarachani bajarib bo'lib, o'ziga biriktirilgan vazifani bajarib bo'lib, testoviy данныйlarni, ya'ni qo'shgan testoviy данныйlarni o'chirishga berganda yotishga uxlagan. Endi ikkinchisi nima deyapti? Keyingi anaqada nima uchun drop table users bunaqa dev serverda bunaqangi ko'p vaqt oldi, bunaqangi ko'p отработка qildi, ya'ni qayta ishladi deb birdan o'ylab qoldi. Endi bu mana shu drop table users men tushuntirib bergan bo'lsam, drop table users bu tasavvur qilishingiz uchun foydalanuvchilarni tablitsasi, ya'ni siz qaysidir saytga ro'yxatdan o'tganingizda sizni ma'lumotlaringiz 90% holatda users degan tablitsaga, ya'ni jadvalga yoziladi sizni hamma ma'lumotlaringiz va o'sha ma'lumotlar asosida qolgan данныйlarga bog'lanib ketadi. Ya'ni bu eng muhim jadval, eng muhim tablitsa. Ya'ni userning hamma данныйлari mana shu yerda bo'ladi ko'pincha va shunga bog'langan bo'ladi. Bu drop table users degan o'sha userslar jadvalini o'chirib tashlash. Ya'ni hamma userslarni o'chirib tashlash. Endi aytayapti, bu yoqda devda nima uchun bunchalik отработка qilindi deyapti. Yo'q, menga ko'rindi, unaqa bo'lmagan deb o'ylayapti. Oppa, mana texlit звонит. Va texlit soat 1 da telefon qilsa, bu hech qachon yaxshilikdan bo'lmaydi. Demak, server qulagan bo'ladi, yiqilgan bo'ladi. Bunda hozir ikkita
narsa tushunish mumkin. Bu yoki test serverini o'chiraman deb prod serverni o'chirib yuborgan juda yomon holatda. Agar undan sal yumshoqroq bo'ladigan bo'lsa, dev serverdagi hamma userslar jadvalni o'chirib yuborgani uchun bular testni ishdan chiqib ketganda, chunki u bo'lmaydi. Ikkalasidan qaysi yomonroq desanglar, bu albatta production serverda o'chirib yuborish. Agar production bo'lmasa, atak faqat dev bo'ladigan bo'lsa, nimadir qilsa bo'ladi. Mayli, nimadir qilsa bo'ladi. Baribir texnik telefon qilgani bu yaxshilikdan emas. Xo'p, ketdik. Ikkinchisi. When I change it just bor. Ya'ni nima deyapti bu yoqda? Qachonki men bir qatorgina kodni o'zgartirganimda deyapti. Shunaqa proyektlar bor, ular legacy proyektlar, ya'ni u katta proyekt bo'lib ketadi va kodi ham juda ham kattalashib ketadi va uni yozgan odam уже yo ishdan ketib qolgan bo'ladi yoki uni o'zini ham izdan chiqib ketib qolgan bo'ladi. Nima yozilgani u yerda ko'p narsa bo'lib ketadi shunaqa. Bu yerda nima deyapti? Ya'ni o'sha katta proyektni bir qator kodini o'zgartirganimda deganda, ya'ni bu yerda rasvo qilib qo'ygan hammasi. Ya'ni mana shunaqa proyektlar bor, siz nimanidir kerak emas deb o'ylaysiz, rostdan ham kerak emas mana shu narsa. Ko'rib turibsiz, ishlatilmaydi yoki boshqa. Siz shunaqa o'ylaysiz. Lekin u boshida yozilayotganda nimadir hisobga olingan bo'lishi mumkin-da. O'sha uchun ham ishlayotgan kodga tegma degan dasturchilarda bir qat'iy talab deydimi, gap bor. Ishlayaptimi? Tegma degan narsa. Bu xuddi shu narsaga tushadi. Ya'ni bitta o'zgartirganda proyekt ketgan, buzilib qolgan. Xullas, shu narsani aytmoqchi. Ketdik. Keyingisi. Voy, mamiz vashi. Xullas, bu yerda nima deyapti? Qachonki CSS dan bitta qatorni o'chirib yuborganimda deyapti. Ya'ni CSS nima? Endi tasavvur qiling, mana birorta saytga kirsangiz, qaysidir saytga kirsangiz, mana chiroyli bo'lib ochiladi, to'g'rimi? Mana hozirgi saytlar. Masalan, Instagram, YouTube yo boshqasi, to'g'rimi? Xohlagan saytingizga, xohlagan. Kirib ko'rsangiz, chiroyli mana knopkalari chiroyli turadi, bannerlari turadi, ko'zga yoqimli, to'g'rimi? Mana shuni hammasini CSS degan kutubxona bor. O'sha CSS kutubxonasi mana shu siz ko'rib turgan chiroyli ko'rinishni qilib beradi. Agar o'zi veb-saytlar HTML degan kodda yoziladi, HTMLda yoziladi, ya'ni u faqat skelet bo'ladi. Ya'ni sayt skeletini qurib olasiz va CSS bilan bezaysiz, uni kiyintirasiz. Bu aytayaptiki, o'sha CSS ni bir qator kodini o'chirib yuborganimda, ya'ni o'sha kiyintirib turgan joyingizda qaysidir narsani noto'g'ri qilib yuborgan, o'chirib yuborgansiz, bu va mana bunaqa narsa bo'ladi-da, rostdan ham. Saytlarda shunaqa xohlasanglar bitta extension bor brauzerlarda. Men uni montajda qo'yib yuboraman. O'sha extensionga kirib, xohlagan saytingizga kirib, o'sha extensionni, ya'ni brauzerga o'rnatilgan extensionni disable CSS degan galdushkasi bo'ladi. O'shani shunda o'chirsanglar, o'zi sayt CSS dan oldin qanaqa ko'rinishda bo'lgan? Ya'ni u HTML da skeletda yasalganda qanaqa bo'lgan? O'shani shunda ko'rsanglar bo'ladi. Xohlang YouTube, xohlang Instagram, xohlagan saytingizni ko'rsangiz bo'ladi. O'sha CSS bu yerda shuni aytmoqchi, ya'ni o'sha CSS dan qaysidir kodni o'chirib yuborganda sayt shunchaki sinadi. O'sha style sinadi, ya'ni mana bunaqa narsa bo'ladi-da, xullas. Juda rasvo. Shuni aytmoqchi. Xo'p, keyingisi.
Va bu yoqda birinchi memda nimani ko'rishimiz mumkin? Memga e'tibor bersanglar, videoda ayol kishi shundoq kelib to'g'ri o'tib ketsa bo'ladi-yu, mana shlangni ustidan bosmasdan, shundoq ustidan o'tib ketsa bo'ladi-ku. Hammamiz shunaqa qilamiz, to'g'rimi? Hammamiz shunaqa qilamiz. Bu nima qilyapti? Kelib, shlangni ko'tarib, uni ostidan o'tib, yana shlangni joyiga qo'yib ketadi. Bu qanchalik nima deydi? Bekorchi ishda foydali koeffitsient deyarli yo'q. Juda bir tushundinglar-yu, ya'ni juda bo'lmagan ishda hech kim bunaqa qilmaydi-yu. Jinni bo'lmasa bunaqa qilmaydi, to'g'rimi? Bekorchi ish, bekorchi. Mana shu. Endi kodga qarasangiz, kodda nima yozilgan? Kodda berilgan so'zni, ya'ni string deymiz biz, o'sha so'zni, qaysidir so'z, masalan, Farruh so'zi 6 ta. O'sha Farruh so'zidagi o'sha Farruh so'zini uzunligini aniqlab beradigan funksiya yozgan kodda. Masalan 6 chiqishi kerak. Farruhda 6, YouTube'da misol uchun 7 chiqadi. Xuddi shunaqa funksiya yozgan. Lekin buni nimasi bunaqa bekorchi ish desanglar, bunga bog'liq desanglar, mana bu yoqda forni ichida, mana for degan komanda bor. Mana shu forni ichida mana strlength degan narsa bor. Ya'ni bu mana shu berilgan so'zni, ya'ni stringni o'zi borda, bu funksiya dasturlarni ichida bor. Hamma dasturlash tilini ichida bo'ladi bu length degan narsa, ya'ni berilgan stringni uzunligini aniqlab beradigan funksiyasi bo'ladi o'zi. Bu nima qilyapti? Ham o'sha funksiyadan foydalanyapti, ham o'sha funksiya qiladigan ishni yana qilyapti. Ya'ni juda bekorchi ish qilganda bu yoqda. O'sha uchun ham bu mem shunga tushadi desak bo'ladi. Ketdik. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. 6 дней спустя. Vay. Блять. Давай, bu yoqda nima deyapti? Xo'p. Ya'ni 20 yilgi legacy proyekt. Boya aytdimmi? Legacy ya'ni katta proyekt, 20 yilgi proyekt. U dinozavrlar asri desa bo'ladi-da, buni dasturchilar tilida. Ya'ni o'sha yerda bug chiqqan, ya'ni xatolik chiqqan. O'sha katta proyektda nimadir xatolik chiqqan. O'sha xatolikdagi eng oson task berilgan bunga. Ya'ni task berilganki, mana shu o'sha ya'ni zadacha berilgan, o'sha zadacha, ya'ni vazifada formadagi, ya'ni qanaqa o'sha to'ldiriladigan formada bitta knopkani, ya'ni svetini o'zgartirish kerak bo'lgan. Ya'ni rangini o'zgartirish kerak bo'lgan. Bittagina knopkani rangini o'zgartirish. Bu tushunishinglar uchun dasturlashdagi eng oson vazifa desa ham bo'ladi. Knopkani rangini o'zgartirish, mana buttonni bosadigan button rangini o'zgartirish, bu eng oson vazifalardan biri bo'pti mayli. Eng osoni demaylik, osonlardan biri. Juda lo'qi narsa. Bitta so'z bilan bo'ladigan narsa. Endi bular nima qilyapti? O'sha 20 yilga tasavvur qiling, 20 yilga katta proyektda o'sha qaysidir knopkani rangini o'zgartirmoqchi. Davay, bizada ozgina vaqt bor deyapti. O'shani o'zgartirishga. Va Вышли. Приключение на 20 минут. 6 дней спустя. va 6 kun ketgan shunga, tushunasizlar? Mana 6 kun, ya'ni bu tasavvur qilishingiz uchun 2 minutlik narsa, 2 minutlik narsaga 6 kun vaqt sarflaganda team lead bilan dasturchi. Team lead bu dasturchilarning kattasi. Tam dasturchilarni nima desa bo'ladi? Boshqaradigan odam desa ham bo'ladi. Imенно faqat dasturchilar uchun. Xo'p, 6 kun sarflashgan va wow, mana bu tepadagi yozuvlarni ko'ryapsizlarmi? Mana bu tepadagi yozuvlar commits, pipelines, changes, bular tasavvur qilishingiz uchun 13 marta o'zgarish yuklagan serverga. Ya'ni 13 marta, ya'ni bitta svetni o'zgartirish uchun 13 ta o'zgarish qilgan. Bu 13 ta o'zgarishda 172 ming qatordan ortiqroq kod yozilgan. 2000 dan ortiq qator kod o'chirilgan, tushunasizmi? Bu
bu shunchaki dahshat. Bu ya'ni mana buncha o'zgarish bilan bitta qanaqadir proyekt yasab qo'yishingiz ham mumkin-da, bor-ku. Bular o'sha katta proyektdagi bitta tsvetni o'zgartirishga shuncha o'zgarish qilgan. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Bu bilan aytmoqchiki, katta proyektlarda o'zgarish qilishga ehtiyot bo'linglar degan narsa bor programmistlarda. O'sha narsani ko'rsatib bergan bu yerda. Bo'ladi ba'zida shunaqa oson tuyulgan vazifalar qaysi katta proyektda yoki boshqa qanaqadir legacy proyektlarda muammo olib keladi. Siz o'ylamagan joyda muammo olib keladi. Siz boshqa joyni o'zgartirgan bo'lasiz, boshqa joy buzilib qoladi. Bu bo'ladi shunaqa. O'shani aytmoqchi. Keyingisi zo'r ekan, lekin juda yoqdi shu mem. The best one'lardan biri men uchun. Ketdi. Xo'p, menda nima ko'ryapmiz? Menda bir odam televizorni nimadir qo'yib yubordi va mototsikl o'zi yurib ketdi va bu boshqara olmayapti. Bo'ldi, ketib qoldi-da. Bu yerda nima yozilgan? Git push -f. Bu nima degani? Bu git push, ya'ni bu o'zgarishlarimizni deylik. Osonroq tushuntirishga harakat qilaman. O'zgarishlarni, ya'ni koddagi qilingan o'zgarishlar, ishlab turgan proyekt bor, ishlab turibdi va biz qanaqadir o'zgarish qildik o'sha proyektda. Mana u o'zgarishni o'zimizning kompyuterimizda qilamiz. O'sha o'zimizning kompyuterimizdagi narsani serverga joylashtirishimiz kerak. Mana shu uchun ko'pincha git pushdan foydalanamiz. Lekin ba'zi proyektlarda shunchaki git push qilib, ya'ni shunchaki siz kodingizni chiqara olmaysiz. U uchun serverdan o'zgarishlarni olib yoki uni team lead yoki team leadga uni ko'rsatib, keyin ular tasdiqlagandan keyin yuboriladi. Lekin git push -f degan joy bor. -f degani bu hech narsaga qaramasdan, hech qanaqangi o'zgarishlarga qaramasdan, serverdagi o'zgarishlarni kerak bo'lsa olmasdan, shunchaki serverga sizni o'zgarishlaringizni xatomi, to'g'rimi chiqarib yuborish. Ya'ni shunday serverga chiqarib yuborish. -f, ya'ni force. Bu yoqda xuddi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni bu git push -f da shunchaki men ketib qolyapti-da. Bu ya'ni bu sizni nazoratingizdan chiqib ketadigan narsa. O'sha uchun shunaqa mem qilingan, ya'ni git push -f qilishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Siz main nima? Main bu serverni nomi deylik. Shunaqa tushuntirsam, masalan, serverdagi shoh deb bo'lsak, bitta gitda shohlar bor. Hozir uni tushuntirsam juda ko'p bo'lib ketadi, zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Shu mana shu main server deb hisoblang. Mana shu serverga chiqib ketib qoladi va u siz nazoratingizdan chiqib ketadi. Foydalanuvchilarga bug kelib chiqaradi, bug keltirib chiqaradi, juda yomon narsa. O'shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shuni aytmoqchi. Xo'p, keyingisi. Bu hozirgi zamonni muammolaridan biri. Ya'ni sizda qanaqadir ishda bug bo'lib qoldi. Bug degan xatolik. O'sha xatolikni to'g'irlash uchun masalan ChatGPT ga uni aytsangiz, u nimadir qilib sizga kod chiqarib beradi. Va ko'pincha holatda, men o'zimda ham ko'p bo'lgan, ayniqsa tekin versiyasida, ayniqsa ChatGPT ning tekin versiyasida xohlagan narsani berib tashlaydi. Mana shu ishlaydi deydi. Lekin uni qo'yib ko'rasiz, u ko'pincha holatda ishlamaydi yoki boshqa xatolik keltirib chiqaradi. Ya'ni o'sha siz ko'rsatgan xatolikni to'g'irlashi mumkin, lekin boshqa xatolik keltirib ham chiqarishi mumkin-da. Mana shu narsani ko'rsatgan bu yoqda ham GPT yangi bug sazat qilib bergan. O'sha uchun ham hozirgi vibe coderlarni, ayniqsa juda muammosi, vibe coder degani GPT bilan, sun'iy intellekt bilan birga kod yozadiganlar bor. O'shalarni juda og'rig'i desa ham bo'ladi. Xo'p. Tak. Keyingisi.
Bu yoqda nima deyapti? Bu yoqda mana ko'rib turibsizlar, videoda nima qilgan? Ventilyator aylantirish uchun uni ruchkasini ventilyatorni tagiga qo'yib qo'ygan. Ya'ni siz uni yoqa olasiz, lekin uni qanaqa qilib o'chirasiz endi? Agar yo svet o'chib qolmasa yoki bo'lmasam qanaqadir pitaniyani qayerdan boshqa joydan uzib qo'ymasangiz, buni xuddi shu yoqqan joyingizdan o'chira olmaysiz, chunki aylanib yotibdi-ku. Bu yoqda nima demoqchi? Dasturlashda while degan iteratsiya hosil qilib beradigan funksiya bor. Mana shu funksiyani ichiga true amal qo'ysa, ya'ni mana shu true deb yozib qo'ysa, bu beskонечный, ya'ni cheksiz davom etadi. Cheksiz davom etadi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Ya'ni kodda to'xtamaysiz. Siz o'zingiz qo'lda qayerlardandir to'xtatishingiz kerak. Uni serverdagi jarayon to'xtatish, server o'chirish kerak, boshqa qilish kerak, dasturni to'xtatish kerak. Aks holda bu to'xtamaydi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Mana bu yoqda ham qachonki svet o'chib qolmasa yoki bo'lmasam qayerdandir pitaniyani uzib qo'ymasangiz, bu ventilyator aylanishdan to'xtamaydi. To'xtata olmaysiz-da. Xuddi shu narsani bu yoqda aytgan. Xo'p. Keyingisi. O'zi bu video juda ko'p memlar bo'lgan, rostdan ham. Bu yoqda ko'rib turibmiz Elon Musk va bu bola Trumpga kimdir bo'larmidi? Shunaqa edi shekilli. Xullas, Elon Musk ikkalasini holatini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqda nima deyapti? Qachonki proyekt menejer xullas e'lon qilganki, veb-saytimiz ishlayapti, ya'ni tizim ishlayapti deb juda xursand bo'lib, mana bu menejer o'rinda bu yoqda Elon Musk dasturchi rolda bu bola. Ya'ni proyekt menejer aytayaptiki, bizani veb-saytimiz yashayapti, ishlayapti, zo'r deb xursand xullas. Lekin dasturchi biladiki, u hali demo serverda turibdi. Ya'ni demo server degani boya birinchi menimda aytganimdek, bu production server emas. Bu shunchaki demonstratsiya uchun, ya'ni faqatgina ko'rsatish uchun qilingan demo server bo'ladi. U serverda ko'pincha veb-sayt to'liq ishlamaydi. Bu nima desam, ko'pincha ko'p narsasi yolg'onda ham qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni u klientga ko'rsatish uchun shunaqa bo'ladi. Yani klient mana shu narsa ishlaydi ko'rsatib beriladi, klient shunga ishonadi va keyin rostdan bo'ldi, zo'r degandan keyin o'shani keyin realizatsiyasi qilinadi ko'pincha. Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsa, ya'ni dasturchi biladi, bu demo serverda, ya'ni bu ko'p narsasi falshivlik, yolg'onda ham qilingan. Buni hali qilib chiqish ham kerak. Lekin menejer aytayapti, bizning veb-saytimiz zo'r, bizniki ishlayapti, xursand, qarashchi. Bo'ladi shunaqa rostdan ham. Ko'pincha davlat tashkilotlarida bo'ladi. Boshimizdan o'tgan. Mana bu yoqda bittasi yozyapti. Bro, use static data bro. Ya'ni static data ishlatgan. Ya'ni bu o'zgarmas data, ya'ni har doim masalan bitta knopkani bossangiz, doim bir xil narsa chiqaveradi. Masalan, veb-saytga men kirsam ham yoki boshqa odam kirsam ham faqat testoviy qanaqadir danni kiritib qo'yilgan bo'ladi, o'sha yuzerning ma'lumoti chiqib kelaveradi. Kim kirishidan, qanaqa rasm qo'yishidan qat'iy nazar bitta narsa chiqib kelaveradi. Xuddi shu narsa static data deyiladi. O'shanga aytgan. Xo'p, keyingisi. No, I am forbidden to look upon. Blank. I don't understand. Bu yoqda nima qilyapti? Ya'ni koder ChatGPT ga aytgan kod yozib berdi, qanaqadir zararchani aytgan bo'lishi mumkin. Va ChatGPT unga kodni ko'rsatyapti. Va dasturchi I don't understand, tushunmadim deyapti. Ko'pincha bo'ladi. Ya'ni GPT qanaqadir ham kodlar yozib beradi. Uni hadeb ham tushunib bo'lmaydi.
qanaqadir yo'llar bilan sizga olib kelib beradi, natijani chiqarib beradi. Может ishlashi ham mumkin u, lekin siz tushunmaysiz. Shunchaki tushunarsiz narsa yozib berishi ham mumkin. O'shani men qilishgan bu yoqda. Qani kommentlarni o'qiylikchi nima yozishgan. Xo'p. Вот, mana bittasi yozgan. I don't understand how it is working. Ya'ni men tushunmayapman, qanaqa bu ishlayapti, deyapti-da. Ya'ni GPT qanaqadir ham kod yozib bergan, ishlaydi, lekin uni tushunmaysiz, nima uchun ishlayapti-da. Mana shu narsani aytmoqchi bo'lgan. Xo'p, keyingisi. Ketdi. Real Squid Game. Xo'p. Wow. Bu yoqda nima qilingan mana? Buni faqat dasturchilar tushunadi. Ya'ni Squid Game bilasizlar, Squid Game kinosi bor, ha? Ya'ni u yoqda har qadamda o'lib ketishingiz mumkin, to'g'rimi? Agar ozgina xato qilsangiz yoki ozgina qanaqadir omadingiz kelmay qolsa ham, ha, o'lib ketishingiz mumkin. Shu narsani ko'rsatib bergan. Endi bu yoqda nima deyapti? Bu yoqda nima kod yozilgan? Bu yerda yozilganki, 1 dan 10 gacha randomli son tanlanadi. 1 dan 10 gacha. Va sizga ham aytiladi, 1 dan 10 gacha randomli son kiritgin deb. Endi agar siz kiritgan, misol uchun siz 5 tanlab kiritdingiz, kompyuter ham qanaqadir randomli son tanlab oldi o'ziga. Masalan, qanaqadir 57, 55 bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Siz kiritgan randomli son bilan, mana ifda yozyapti, guess teng number, ya'ni siz kiritgan randomli son bilan kompyuter tanlagan randomli son teng bo'lsagina siz yutasiz. Ya'ni siz kompyuter nima o'ylaganini topa olsangiz, bu faqatgina qanaqadir случайlik bo'lib qolishi mumkin-ku, to'g'rimi? Faqat tasodif bo'lishi mumkin. Agar topa olmasangiz, agar to'g'ri kelmasa, OS remove system.exe degan fayl o'chirib yuborgan. Ya'ni Windowsda bilamiz, system.exe asosiy Carnivoy papkasi bor, ya'ni main core. O'sha papkani o'chirib yubordi. O'sha papkani o'chirib yuborsa, bilamizki, operatsion tizim uxlaydi. Ya'ni Windowsga kelib qoladi deymiz-ku. Qaytadan Windows qilish, qaytadan sistema qilish kerak bo'ladi. O'sha narsani yozgan. Bu yerda o'shani Real Squid Game deb beryapti. Okay. Keyingisi mayli. Yaxshi. Xo'p, buni hattoki ba'zi darsuvchilar bitta qaraganda tushunishi ozgina qiyin bo'lishi, uni o'qib o'tirish kerak bo'ladi. O'shanga oddiy odam prosta mana surfing qilib o'tirganingizda yoqmaydi ham o'qish, uni qanaqa qilib o'qiysiz, to'g'rimi? O'sha uchun ham shu videoni qilyapman. Xo'p. Keyingisi. Bu yerda nima deyapti? Qarang, faqatgina logotiplar o'ynaydi-da bu yerda. Ya'ni Z avlod developerlar, ya'ni programmistlar degan. Endi bu ko'pincha hozir hammaga to'g'ri keladi, lekin ko'pincha Z avlodda tam yangi kirib kelishyapti-yu. GPT bilan birga kirib kelishadi ko'pchiligi, yoki juda faol qo'llaniladi, boshqa qo'llash kerak. Bu yerda nima deyapti? Bu yerda ya'ni Z avlod developerlari ChatGPT unga tasalli beryapti, unga podдержка qilyapti, boshqa xullas shu sahna birinchisida. Ikkinchi sahnada nima deyapti? Ikkinchi sahnada mana bu emblema nimaniki? Bu Stack Overflow degan juda rasmi GPTdan oldingi GPTda bu dasturchidan GPTsi, ya'ni Stack Overflow degan sayt bor. Bu sayt juda ham ko'p dasturchilarga yordam bergan, ularni o'rganishiga, muammosini hal qilishga yordam bergan sayt hisoblangan, to'g'rirog'i. Hozir ham ishlatadiganlar bor, men o'zim ham ishlatib turaman. Bu nima?
Ya'ni bu forum. Bu forum, bunda siz qanaqadir savol berasiz. Bu savolga dunyodagi dasturchilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar kirib, o'sha savolga o'zini javobini, yechimini, hattoki skrinshotlargacha, hamma narsasigacha yozib tushuntirib berganda, tushunyapsizmi? Ya'ni shunchalik общение, kommunikatsiya zo'r bo'lganki, mana shu Stack Overflow'da. Men o'zim ham doim savollarimni birinchi o'rganayotganimda yaqingacha, GPT-gacha hatto. Mana shu GPT-dan keyin ham hatto Stack Overflow'dan ko'rganman. Ko'p muammolarimni shu Stack Overflow orqali hal qilganman. O'zim savol berganman. O'zi bu yoqda o'zingiz savol berishingiz ham shart emas edi, chunki sizdan oldin nechta dasturchi o'sha savolni bergan. Siz uni shunchaki Google ga yozasiz, mana shunaqa muammo deb, bu searching skills degan narsa bo'lardi oldin. Ya'ni siz u muammoni qanaqa qilib qidira olasiz? U muammoga yechim bor, bu aniq. Internetda sizni xohlagan muammongizga yechim bor dasturchi sifatida. Lekin siz uni har doim topa olmaysiz. Hozirgidek GPT ga mana buni yechib ber desangiz, misol uchun nimadirlar chiqarib berish mumkin. Oldin Google ga agar yaxshi yoza olmasangiz, muammoni yaxshi yoritib, ключевой so'zlari bilan searching skills ishga solib yozmasangiz, u muammoni topish, u muammoga решение topish ozgina qiyinroq bo'lardi. Xuddi o'sha решение va Stack Overflow'da bo'lardi ko'pincha. O'sha end of era deyapti, ya'ni Stack Overflow GPT chiqqandan keyin rostdan ham aksiyalari ham tushib ketgan, ungacha juda yuqori bo'lgan aksiyalari qaysidir gigant kompaniya sotib olmoqchi ham bo'lgan, sotmagan, Google'mi bilmayman, qaysidir kompaniyalar juda obro'yi juda katta bo'lgan. GPT chiqqandan keyin buni ishini GPT to'liq o'ziga olib, bu muammoni yechib ham beryapti-da. Bundan siz qidirishingiz kerak edi. U hamma u yoqda o'sha muammoga o'zini yechimini bergan bo'ladi. Uni qaysidir birini ishlaydi, qaysidir biri umuman ishlamaydi. Siz uni tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hozir hammasini GPT o'zi qilib beryapti siz uchun. Bu yoqda shu narsani aytyapti va yana bitta hazil bor edi. O'rni kelganda aytib ketay. Mana shu Stack Overflow главный stranitsasini, ya'ni stackoverflow.com ni deyarli hech kim ko'rmagan. Nima uchun? Chunki Stack Overflowga doim Google top bergan ssilka bilan kirardik. Ya'ni o'sha muammoni o'ziga kirib ketardik. O'sha muammo o'ziga kirganingizda uni главный stranitsasiga o'tirmaysizda. Hech kim stackoverflow.com deb menimcha Google ga terib sayt nomini, domen nomini kirgizib главный stranitsasiga o'tmagan bo'lsa kerak. Agar juda qiziqqan bo'lmasangiz, shunaqa hazil yuradi, ya'ni Stack Overflow va главный ekranni hech kim ko'rmagan degan. Chunki faqat silkalab o'tiradi. Xuddi shu narsani aytgan. Qani nimalarga qaraymiz? Kommentlarga qaraymiz. Mana bu yoqda bittasi yozibdi, ChatGPT not solve at all. I still use Stack debdi. Ya'ni GPT hozirgacha hamma narsani yechib bera olmayapti. Men hali ham Stack ishlataman deyapti. Yo bro. Okay. Keyingisi. Mayli, keyingisi. Da. Bu ham boyagi memga ozgina bor taqaladi. Boya ko'rdik-ku, Musk bilan bitta bolani anaqasini ko'rdik-ku, memini. O'shanga bu ham ozgina o'xshash, ya'ni nima deyapti? Hali produkt, ya'ni hali sayt, tizim, umumiy produkt deyiladi. Hali tayyor emas, lekin klient xohlayaptiki, "Davay menga ko'rsatinglar, qanaqa ishlayapti u?" Ba'zida shunaqa bo'ladi, rostdan klientlar keladi, so'raydi, "Tam qani menga ko'rsatinglar, nima bo'lyapti, nima ishlayapti? Qanaqa bo'ladi o'zi?" deb yoki asosli yoki asossiz farqi yo'q. Klient so'raveradi. Bu yerda aytayaptiki, hali proyekt tayyor emas, lekin klientga hech qachon ko'pincha siz yo'q deya olmaysiz. Ya'ni yo'q, biz ko'rsatmaymiz yoki hali tayyor emas desangiz, u reputatsiyaga tushib ketadi yoki keyingi safar sizga zakaz qilmaydi. O'sha uchun nima qilingan? Xuddi boyaga demo server deyildi-yu, bunda ham xuddi demoni xuddi shunaqa qilib ko'rsatib berishadi. Ya'ni statik datalar qo'yiladi-da,
o'zgarmas datalar qo'yiladida tez yasaladida sras ko'rsatib beriladi, mana bunaqa ishlayapti, mana bunaqa ishlayapti deb. Ko'pincha product managerlar, product ownerlar ko'rsatib beradi shu narsani. Dasturchilar o'sha narsani tayyorlab beradi ularga. Xuddi shu narsa bo'ladi, ya'ni bu yerda doim o'xshaveradi. Mana bittasi yozdi, so true, da, it's a jiza. Everything static, mana ko'pchilik yozgan everything static, da, shunaqa. Xo'p, mayli, keyingisi. Nima deyapti? Bu yerda ko'ryapmiz. Odamlar poyezdga chiqib olyapti, shunchaki chiqib olyapti. Bu yerda aytayapti, my terminal whenever I do npm install. Xo'p, npm install degan komanda bor. U JavaScript kutubxonalarini, JavaScript dasturlashtirish kutubxonalarini proyektga o'rnatadi. Ya'ni u proyektga o'rnatiladigan kutubxonalarchi kerak emas hamma kutubxona olib keladi. Ya'ni npm install degani katta narsani, katta paketni ko'p, juda siz ishlatsangiz, ishlatmasangiz, siz uni ishlatmaysiz, umuman farqi yo'q. Ishlatsangiz, ishlatmasangiz hamma narsani olib keladi, proyektga tiqib qo'yadi. Uni kamida 50% sizga kerak bo'lmaydi-da. Bu yerda ham menimcha shu narsani aytishmoqchi bo'lgan, ya'ni xohlagan odam chiqib olyapti-yu, xuddi shunaqa u yerda ham xohlagan paketlar kelib tushaveradi sizga, uni ishlatmaysiz siz, ishlatmaysiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, keyingisi davom etamiz. Zerikmadinglarga umiddaman. Da. Bu jiza, bu men uchun ham shunaqa. Men o'zim ham backend dasturchiman. Va bu yerda aytayaptiki, backend dasturchilar o'zini front-end skilllarini ko'rsatganda, ya'ni backendchi front-endchini ishini qilganda. Front-end nima, backend nima aytaman? Front-endchi bu siz saytni ko'rinib turgan qismi, ya'ni siz kirsangiz, siz backend tarafi, orqa tarafni ko'rmaysiz, ya'ni icebergning ustini ko'rasiz, iceberg usti. Icebergning ostini backendchida qiladi, iceberg ustini front-endchida qiladi. Ya'ni klientga ko'rinib turgan joyi, uni chiroyliligi, boshqasi front-endchiga bog'liq, chunki front-endchi qiladi, yozadi uni kodini. Dizayner chizib beradi, front-endchi yozadi. Backendchi qachon front-end yozganda mana bunaqa holat bo'ladi ko'pincha. Chunki men o'zim ham agar front-end yozishimga to'g'ri kelgan, hech qachon dizayn bilan birga bir qila olmaganman. Juda mana shunaqa holatda bo'ladi saytda ahvoli ham. Tushunishinglar uchun. Xo'p, keyingisi unda developer va tester. QA engineer bu testerovchi, ya'ni dasturchilar qilgan tizimni testlab chiqadi. Mana shu narsani QA engineer deyiladi. Xo'p. Hey! Da. Bor, bu holatlar ham bor. Hamma joyda emas. No bor. Ya'ni nima qilyapti? Dasturchi aytayaptiki, "Davay, ot menga." Testerovщик bu birinchi deyotgan emas, oyog'iga otib bordi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'ladi ba'zida, ya'ni tizimni dasturchi ko'rmagan taraflarini testerovщик ko'rib qoladi yoki bo'lmasam testerovщик umuman dasturchi kutmagan joylardan xatolik olib keladi. Misol uchun dasturchi qiladi, dasturchini o'zi birinchi testlab ko'radi doim. O'zi birinchi testlab ko'rganda hech qanaqa xatolik chiqmaydi. Juda ko'p holatda bo'ladi. Ya'ni testlaydi, xatolik chiqmaydi. Testerovщик testlaganda u dasturchi umuman kutmagan joydan qanaqadir ошибкаlar, xatoliklarni olib keladi. Bu yerda o'sha narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni developer kutib turibdi bu yoqga otishi, bu oyog'iga otib boryapti. Xuddi shunaqa.
Xo'p, keyingisi. Da. Bu yerda nima deyapti? Bu yerda funksiya yozgan. A va B ni qo'shadigan, ya'ni nima berilgan bu yerda? Ikkita son beriladi funksiyaga, ikkita son berasiz, masalan 2 bilan 3 ni. Bu funksiya o'sha 2 bilan 3 ni qo'shib chiqarib berishi kerak sizga. Natijasini, ya'ni 2 + 3 = 5 da, o'sha 5 ni chiqarib berish kerak. Bu yerda nima qilgan? Bu yerda birinchisida mana let result a plus b degan, ya'ni result degan o'zgaruvchiga, ya'ni o'zgaruvchi deydi bu narsani dasturlashda, o'zgaruvchiga mana shu a plus b ni qiymatini tenglagan, ya'ni result bu yerda 5. Ya'ni agar a plus a bilan b 2 bilan 3 bo'lsa, o'sha yig'indi, summa. Ikkinchi qatorda nima qilgan? Ikkinchi qatorda yana boshqa o'zgaruvchi sazat qilganda, hosil qilganda temp degan o'zgaruvchiga o'sha resultni qiymatini tenglab qo'ygan. Ya'ni bu yoqda samarasiz ish bo'ladi. Mana shu let temp degan ikkinchi qatordagi kod umuman kerak emas kod. Umuman kerak emas. Aslida mana bu result ham kerak emas. Shunchaki return bilan a plus b ni qaytarib yuborsa ham bo'lardi. Ya'ni ikki qator kod bu yoqda ortiqcha yozilgan. Umuman kerak emas joyda yozilgan. Bu videoda ham ko'rib turibmizki, mana bu ikkita ishchiga shunchaki olib berishyapti, ular olib yana o'sha yoniga tashlayapti. Bular mana bu ikkalasi o'zi ham tashlaversa bo'lardi-yu. Bu yerda mana bu ikkalasi shunchaki bekorchi ish qilyapti desa ham bo'ladi. Ortiqcha ish qilyapti. Bu yerda shuni ko'rsatib bergan. Da. Xo'p. Keyingisi. Bu yerda nima qilyapti? Qachonki sen Vimdan chiqa olmaganingda va o'zingni sabringni yo'qotasan deyapti. Ya'ni Vim degan terminalda, ya'ni ko'pincha serverda ishlatiladi. Ya'ni terminalda Vim degan editor bor. Editor nimaligini tushuntirsam, ya'ni siz qaysidir faylni serverdagi fayl ichiga yozmoqchi bo'lsangiz, ko'pincha mana shu Vim degan editor bor, o'sha orqali shu faylga yozasiz. Lekin u Vim oddiy ishlamaydi-da. Mana misol uchun chiqish uchun qanaqa X knopkasi yoki boshqa yo'q, обычный holatda misol exit deb yozib enter bo'lsangiz, ko'pincha holatda chiqib ketadi boshqa editorlardan. Vimda unaqa emas. Vim juda o'zini komandalari bor. Ya'ni juda noodatiy komandalar deylik. Hamma ham bilavermaydi bu narsani. Bu ham kirib qolgan Vimga. Rostdan ham shunaqa kirib qolsangiz, chiqish juda qiyin-da. Masalan, aynan o'zini komandasini yozmasangiz, o'sha undoq Q yoki boshqa qilmasangiz, shunchaki chiqib ketish deyarli iloji yo'q-da, yoki terminal yopib yuborish kerak. Bu yerda ham shunaqa qilgan. Ya'ni u hamma narsa yozib ko'ryapti. Bu editordan chiqib ketmayapti, yopmayapti editorni va oxirida to'kib yuboryapti-da. Bu bor. Shu narsa bor rostdan ham. Keyingisi ketdi. Da, bu yerda nima deyapti? Intervyu jarayoni, ya'ni ishga kirish uchun intervyu jarayoni. Interviewer ko'pincha big tech kompaniyalarda, ayniqsa mana shu fan kompaniyalar, Google, Facebook, Amazon, mana shunaqa katta kompaniyalarda sizdan masala yechish so'raydi. Masala ham ko'pincha dasturlashni o'zida bor imkoniyatlarni ishlatmasdan o'zingiz o'ylab chiqilgan yechim so'raydi. Masalan, mana bu kodda nima deyapti? Bu zadachada nima deyapti? Intervyuer aytganki, menga mana shu list bor, ya'ni list degani mana shu bir nechta sonlar ketma-ketligi emas, bir nechta sonlardan iborat to'plam. O'sha to'plam ichidan eng kichkinasini topib beradigan funksiya yozib ber menga deyapti. Bu agar
sizda shunchaki kodda bo'lsa, da mana shunaqa yozsangiz bo'ladi. Lekin intervyuda hech qachon bunaqa yozilmaydi. Chunki mana shu a.sort degani sort bu o'zi tilni ichida bor, bu qilingan, mana shu sort qilib beradi sizga. Intervyuer mana shu sortni ichini so'rayapti sizdan вообще-то. Mana shu sortni o'zing qilib bergin. Qaytadan buni ham qaraganda qaytadan velosiped yasab bergin menga deb so'raydi intervyuerda. Intervyuer. Bu nima qilyapti? Bu shunchaki o'sha sortni ishlatib qo'yadi bo'ldi. Xuddi har kunlik qilib yurgan ishida. Hammamiz shunaqa ishlatamiz, lekin intervyuda unaqa qilinmaydi. Bu yerda intervyuer keyin reaksiyasi. Da. Chopilding bo'ladi keyin. Xo'p. Ketdik keyingisi. Nice. Da. Buni ko'pincha old schoollar tushunsa kerak. Ya'ni hozirgi yoshlar buni tushunmasa kerak. Yana bilmayman. Nima uchun bunaqa qilyapti? Universal BIOS key deyapti. Ya'ni universalniy boot input output system, ya'ni BIOS degan narsa bor ko'p kompyuterlarda. Bu kompyuterni o'ziga, ya'ni mana Windows bor, to'g'rimi? Operatsion sistema hammamiz o'rgangan, hammamiz bilgan Windows bor. Keyin ko'pincha dasturchilar ishlatadigan Linux bor, Unix bor va macOS bor, masalan. Bular hammasi operatsion tizimlar. O'zi kompyuterda mana shu operatsion tizimlardan ham oldin BIOS operatsion sistema o'rnatilgan bo'ladi. Bu kompyuter o'zida keladi. Ya'ni siz uni o'rnatmaysiz. Bu o'zi ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'rnatilgan bo'ladi. Mana shu BIOS ga kirish uchun qanaqadir o'zini klavishlari bor. Ya'ni qaysidir knopkalarni bosishingiz kerak bo'ladi. Bu hamma tizimda har xil bo'ladi. Ya'ni masalan, sizda kompyuter bor, masalan, Intel chipli kompyuter bor, unda boshqa. Umuman notebook bo'ladigan bo'lsa, Lenovo, HP, Acer, Asus hammasida siz BIOS ga kirishingiz uchun har xil klavishlar bosasiz-da. Va o'sha klavishlar FN klavishlari bor-ku klaviaturadagi. O'sha FN klavishlaridan qaysidir yo bittasi yo ikkitasi bo'ladi. Mana misol uchun F8 da F10 ni birga bosib turish kerak yoki bo'lmasa F2 ni o'zini bosib turish kerak. Bu yerda nima qilyapti? Ya'ni bilmaysiz-ku qaysi birligini ko'pincha birinchi marta bo'lsa masalan. Hammasini bosyapti bu. Hammasini bosyapti. Qaysidir biri ishlab ketib BIOS ga kirib olyapti-da. Men ham qilganman buni. Ya'ni hammasini emas, 3-4 ta 5-6 tasini birdan bosib, bir baloq kirib olganman va bilmayman hozirgacha qaysi biri ishlagan. Ko'pincha F8, F10 yoki F2 ishlardi. Bilmayman. Shunaqa. Da, yaxshi. Zo'r men ekan, zo'r ekan. Yoqdi juda ham. Da. Bu yerda nima qilyapti? Ya'ni qachonki sen yangi proyektga kirganingda, ya'ni shunaqa bo'ladi. Ya'ni yangi proyektga kirganingizda yoki jamoa almashtirganda yoki umuman o'zi ishingizni almashtirganingizda, masalan, menda ham ko'pincha bo'ladi. Yangi proyektga kirganingizda u proyektni oldingi ishlagan dasturchilarni faqat o'zi tushunadigan, boshqa hech kim bittada ko'rib tushunolmaydigan yoki bo'lmasa uni ko'rmaydigan qanaqadir jarayonlari, nima deydi, featurelari yoki bo'lmasa joylari bo'ladi-da. Uni siz tushunmaysiz yoki ko'rmaysiz. Mana shunaqa. Bunda ham aytayapti mana. Когда вырвался в новый проект, но тебе о многом не сказали. Ya'ni ko'p narsa haqida senga hali aytishmagan. Ya'ni manda bunaqa bor. Deb aytishmagan. Siz просто unga kirib ketasiz. Nima qilayotganingizni bilmay qolasiz, buzib qo'yasiz, boshqa qilasiz, xullas. O'shani ko'rsatmoqchi bo'lgan. Da, etajiza. Bor. Xo'p, mayli, oxirgisi ko'raylik. Follow-up question, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't.
bor. Bu ham zamonaviy muammolardan. Mana GPT-ni ishlatganingizda oldin shunaqa edi, hozir bilmayman. Bormi yo'qmi? ChatGPTni tekinini ishlatyapsiz va sizda 4 tagina prompt bor. 4 ta savol berishingiz mumkin siz, ha? Keyin siz u 4 ta savolni qanaqadir berib qo'ydingiz-da, lekin hali o'zingizga решение javob olmadingiz-da. Уже 5-sida kelganda уже upgrade to plus, ya'ni уже bo'ldi. Sotib olgin deydi-da. O'shani aytadi. Bu ham mana 4 marta savol berdi. Qanaqadir neto решениеga bog'liq bo'lmagan savollarni berdi. Bu уже oxirida o'lib bordi. Yaxshi. To'g'risi menga yoqdi. Men bu format sizlarga ham yoqadimi yo'qmi bilmayman. Agar yoqsa komment yozib ketinglar. Davom ettiraylikmi, qolgan sonlarni chiqaraylikmi? Bilmadim. Agar ha bo'lsa, o'sha keyingi sonlarga ham yana memlardan yig'ib tushuntirishga harakat qilaman va tushuntirishimda qanaqa muammolar bo'ldi, masalan, nimagadir tushunmay qoldinglarmi yoki nimanidir noto'g'ri tushuntirib ketdimmi yoki bo'lsam qiyin tushuntirib ketdimmi, osonroq tushuntirish iloji bormidi yoki bo'lsam umuman noto'g'ri fikr berib ketgan bo'lishi mumkin, oramizda tushunadiganlar ko'rayotgan bo'lsa, misol uchun qaysi joylarda noto'g'ri tushuncha berib ketgan bo'lishi mumkin. Hammasini yozinglar kommentda, o'qiyman va shular asosida keyingi videolarda shularni hisobga olib, xatolarni to'g'rilab yoki bo'lmasam qanaqa takliflar bo'lsa eshitib, shularni inobatga olib, xudo xolasa qilishga harakat qilamiz. Bundan keyin yana kontent chiqarishga harakat qilaman. Lekin va'da bera olmayman, harakat qilaman, xudo xolasa. Xohish va vaqt bir joyda kesishgan joyda xudo xolasa kontent qilaman. Xullas bugunga shu, unda mayli. Yozinglar yana qanaqa mavzularda balki video qilishimni xohlayotgandirsizlar. Bilmadim, yoki shu mavzuni o'zini davom ettiramiz yoki boshqa qanaqadir mavzular bo'lishi mumkin. Sizlarni qiziqtirgan, boshqa qilgan. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosib ketsak, sizlardan chiqmasin. Mehnatni ozgina qadrlagan bo'lasizlar, xursand bo'laman. Shu mayli.